Askoda eng yoqtirganim pozitiv jamoa. Askoda eng yoqtirganim avvalambor ahil jamoada. Askoda eng yoqtirganim Karyeneros. Bu meni jamoam. Askoda eng yoqtirganim bu muhit, jamoaviy muhit. Bu jamoamiz bilan xuddi oiladek bo'lib ketganmiz. Har doim ularni shu qilib turgan muomalasi, bo'lib turgan misol uchun bizga bo'lgan hurmati, o'sha menimcha eng muhimi deb o'ylayman. Askoda eng yoqtirganingiz nima? Xurshida. Madina opa. Eng yaxshi jamoa va eng yaxshi Muhit jamoa. Chunki jamoa ahil bo'lsa, bir-biriga hurmat baland bo'lsa, har qanday vaziyatda ham bir-birini tushundirsa, ish yaxshi bo'ladi, ish ko'lami ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Dam olish kuni agar u bor bo'lsa. Menga ko'proq shu jamoani o'zi yoqadi. Askoda har payshanbadagi futbol chiqmoqda. U yoqdagi yigitlar, qizlar hammamiz misol uchun o'sha ahilligimiz muhim o'rinda deb o'ylayman. Shuning uchun Askodagi o'sha jamoani hurmat qilganim uchun, uni Askoni o'zi yaxshi ko'rganim uchun menga yoqadi ishlash. Askoda eng yoqadigan narsa bu jamoaning ahilligi. Askodagi eng yoqtirgan narsam bu Malika opam borligi.